Assalomu alaykum akalar. Mana bugungi bitta tiniq qo'zim bor. Qo'ldan kelgancha parametrlarni o'lchab, batafsil ma'lumotlarni beramiz akalar. Bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar akalar mehnatimizga. Men sekin dumbalardan boshlab ko'rsatib beraman mana. Mana dumbalari. Ana qo'ydi. Uzoqdan ko'rinishi akalar. Holati. Bo'ylariga ham bo'ylarni ham ko'rsatib qo'ying. Obunachilar, bu kanal yangi, shogird yangi, shuning uchun chiroyli like bosib qaddash qilib qo'ying. Shuni shu bolalar ham xudo xolasa bo'yi chiroyli metr qo'yib ko'ring. Mana ko'rsatib qo'ying metrni. yerdan akalar. Yosh oyligiga qaraganda bo'yi zo'r xudo xolasa. Mana yosh oyligi 5 oylik atrofida. O'zi. Uzunligini ham ko'rsatib qo'ying. Metr kelib chiqaveradi. Mana. Hop, quloqlarni ham o'lchab ko'rsatib beradi hozir. Ammo obuna bo'lib, mana shu kanalni paddash qilib chiroyli like bosib qo'ysalar, shu bola mehnat qiladi. Ha, like bosilyapti deb chiroyli qo'y qo'yishga harakat qiladi. Mana quloqlar. Mana kalsodan. Mana. Mana shu yerdan qo'yib ko'rsatib beraman, akalar. Mana. Ko'rib olaverasizlar, akalar. Mana mashinasi yosh oyligiga qaraganda zo'r lekin quloq. Xudo xolasa mana akalar. Qo'y zo'r, quloqlarini ham o'lchab ko'rdilaring. Mana bo'ylari. Narxini ham yengil chiqarib ber. Narxini ham yengil chiqarib beraman akalar. 5,5 millionga dastlabki qilib beraman akalar. O'zbekiston bo'ylab 5,5 millionga. Dastlabki qilib beraman. Pulni sanab olib qolaverasizlar. Sizlardan like bosib, obuna bo'lib qo'ysalar akalar, bundan yaxshilarni chiqaraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.